Chiroyli qo'ldim deb, Sangoko'ning kinosining ichidagi alvoslar o'xshab kelayotgan qizlar bek chiqchimi hozir. Qo'pma mao tuanda men chiqib bergan mush rasmdagilarga o'xshab kelayotganlar texmi chiq. Bugun Oqsuovat bir qiz olib qo'yishibdi ekan. Men sizdan so'raydiganman. Shuni bilan bu qiz olib sizdan so'rab rasmingizni avatib beransam avatib berdi. Ondan bu qiz olning o'shatgan yerlarimi chiqqan. Hatta shu o'rinlardan tortib turibdi, shu ko'rinarlikmish, qashning ustlaridan tortib, biroq tortib kesadiganlar kesibdi, urdiganlar uribdi, lekin oxirga kelganda alvoslarga o'xshab qolibdi u qiz bola. Shuni bilan qo'pab qalbga urgan o'kulmi mundaq qilib, mundaq chiqarib, qushqashlarga o'xshatib qo'yibdi-da, mundaq shaltotlarga o'xshab qolibdi-da. Ingekmi hamda mening inkim o'zimning tabiiy inkim hamda. Bularning urgan ingeklari yuzimga yiqib ingekmişda uzunli chiqibdi, yiliq yuzi otning yuzidan uzunda. Yiliq ma to'g'ri kelmaganlar ma nimalari. Shuni bilan qo'pib, ma inkingizningki o'kulingiz bilan qalbingizning o'kulini eritib eting deb gap qo'yibdi menga, kekitim kesh to'yg'izibdi. Nimani eritdi? O'zimning tabiiy deb degan. Lekin shu qarasangiz urgan narsa degan urgan holat ko'rindi, uning ustiga u qalbga urgan o'kul yiliq shilimliq o'kulni urib qo'yibdi ekan, shu ashqa qapoqqa shu qarasanglar gan shilim yiliq shu pol deb par paqirab turibdi, qarasangiz yili partlab ketadiganliklar. Endi bu 16 yilning yog'is bu kasbni qilayotgan odam men uqmadim, qani qilmadi. Qanday o'kul urdi, qanday narsa ishlatdi, qanday narsa uni bilmadim men. Yiliq qiz bola degan, mush degan tillab meni degan bir nima qilib ketgan deb o'tirib, kulib ketib, shu mush zo'pinni ishligim kelib qoldi hozir. Şuna qizlar bir narsalarni qilg'izgan vaqtinglarda bunda bir go'zallikka bo'lgan qarshi, yaxshi bo'lgan odamlarni tepib mashg'ulot og'iz beringlar, bo'lmasa nashtaq alvoslarga o'xshab qolsizlar. O'zingiz qarasangiz chiroyli ko'rinayotgan bilan hozirgi marta taraqqiy qilayotgan majonda nima bo'lsa tabiiylikni qo'g'ishib ketib boramiz hozir. Qancha tabiiy bo'lsa, qancha tsiran, tug'ma holatda chiqqan ahvol bo'lsa, bu eng tabiiy, eng chiroyli bo'ldi. Anda bo'lib qolsanglar bo'lmaydi. Urmani degan narsani urmanglar. Par paqiraydigan yiliqindek saxta o'kullarni urmanglar. Kesdim deb kesadigan yeringlarni kesmanglar. Ko'zlaringlarni cho'cho'rinda turtib qo'ygan o'xshash qilib, buni qoshdan tegiga apamanglar. Bu hamda o'zinglarning ishi hamda. TikTok pulni deb azanlarga berib qig'izib, ba'zilar azamni qilmaydi ekan, oshinchilik narsalarni. Lekin shu mashg'ulotni to'g'ri qilinglar qizlar. Satib qalsanglar, hamda chiroyli qo'liman deb satib qalsanglar, xalqlarning ko'zida bunda qarmoqmi bir xil yiqisiz ko'rinib qolsiz. Yiqishlik ko'rinamanmiki deb yiqisiz ko'rinib qolsiz qizlar. Mesaj so'rasanglar 187 dan 036962 53 187 dan 036962 53 degan didorimni qo'yish orqali mesaj so'rasanglar bo'ldi u mahla. Xayr xo'sh.